Ikki do'st ijaraga uy olishadi. Lekin ijarasini to'lashga puli qolmaydi. O'sha paytda shaharda katta bir tadbir bo'layotgani uchun hamma mehmonxonalar band bo'ladi. Unda ularning kallasiga g'alati g'oya keladi. Ki uyimizdagi bo'sh xonaga puflanadigan matras tashlaymiz va ertalabki nonushtasi bilan ijaraga beramiz deyishadi. Ular buni saytga qo'yishadi. Hamma ularning ustidan kuladi. Nima? Begona odam seni uyingda yotadimi? U seni narsalaringni o'g'irlab ketsa-chi? Bu ahmoqlik-ku degan fikrlar eshitadi. Do'stlar $20,000 ga qarzga botib ketishadi. Hatto ovqatga ham puli qolmaydi. Lekin ular to'xtashmaydi. Qarzdan qutulish uchun o'ta g'alati yo'l tutishadi. Bozordan eng oddiy shirin jo'xori yostiqchalarini sotib olishadi. Ularni maxsus yasatilgan qutilarga solib ko'chada sotishadi. Bolalar bir necha kunda $30,000 naqd foyda qilishadi. O'sha pulni yig'ib, boyagi hech kim ishonmagan g'oyasiga tikishadi. Bilasizmi bu qaysi kompaniya? Bu bugungi kunda dunyodagi eng katta mehmonxonalar tarmog'idan ham ko'p foyda ko'radigan Airbnb brendi. O'sha ikki do'st hozir milliarder. Kompaniya qiymati esa $100 milliard dan oshib ketgan. Botqoqlikdan chiqish uchun eng daho g'oya emas, eng daho ijro kerak. Sizning ham ahmoqona g'oyangiz bormi? Unga hali ham hech kim ishonmayaptimi? Izohlarda yozing. Balki keyingi katta biznes aynan siznikidir.